Qadrdonlar, mana shu katta anhordan mana shu uyimizda podvaliga so'lyapmiz. Tashqi tomondan fundamentimiz 70-80 sm. Ichkaridan fundamentimiz podvalga mo'ljallangan 160 sm. Mana shunga akalar qadrdonlar javob yozinglar, nima sababdan suv to'ldirilyapti. Hali kimdirlar aytishi mumkin, suv to'ldirib bo'lmaydi, cho'kib ketadi, uyimiz cho'kadi deyishi mumkin. Lekin bu atrofi bilan izolyatsiya qilingan tashqaridan 70-80 sm fundamentimiz. Ichkaridan 160 sm. Shu holatda ham cho'kadimi, yo'qmi? Keyin yana bitta narsa, nima sababdan suv to'ldirilyapti? Suv to'ldirishining sababini yozinglar. Yer yumshoq bo'ladimi yo cho'kadimi? Yoki boshqa maqsadda foydalanilmadimi? Yo basseyn qilmoqchi bo'linyaptimi bu yerda? Kommentariya yozinglar, bilinglar. To'ldirib suv qo'shyapti xullas.